Dasturimiz ilk ishtirokchisi Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi 36 sonli alohida ta'lim ehtiyojlari bor bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'quvchisi Begoyim Ahmadova. Bu tengdoshimiz qo'shimcha 13-sonli bolalar musiqa san'at maktabining an'anaviy xonandalik yo'nalishida ham o'qiydilar. Ulardan o'sha mashhur bo'lgan qishloqlarimdan nomli qo'shiqni tinglaymiz. Ustozlari Yoqubjon Ramazonov. Marhamat, tomosha qiling. Men Ahmadova Begoyim 13 yoshdaman. Kichkinaligimdan beri musiqaga qiziqaman. Kelajakda men musiqa ustozi bo'lmoqchiman. Men qishloqlarimdan qo'shiqlar tayyorlab kelganman. Bolalar shovda eshitib baho bering. Navoiydan Toshkentgacha necha soatga yo'l bosib kelinadi? 3-4 soat bormi? 8 soat. Kuningizni yarmi o'tkiz 8 soat bilan. Ko'ryapsizmi do'stlarim? Bolajon shouning ashaddiy muxlislari 8 soat yo'lni ham bosib kelishadi. Musiqa maktabida necha yildan beri tahsil olasiz? 1 yildan beri tahsil olaman.